Qur'oni Karim ma'nolarining so'zma-so'z tarjimasi kitobi reklamasini ko'rdingiz, ammo sizda bir nechta savollar paydo bo'ldi. Ushbu savollaringizga javob berib o'taman. Ushbu kitobimiz Diniy ishlar bo'yicha qo'mita ruxsatini olgan gologrammasi mavjud. Bu narsani ichki qismida ham o'qishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlar bo'yicha qo'mitaning 2024-yil 16-may kunidagi 2996-sonli xulosasi asosida chiqarilgan ushbu kitob. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi Shayx Abdulaziz Mansur qalamiga mansub, so'zma-so'z tarjimasi esa Sardor Jahongir qalamiga mansub. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan albatta ushbu kitob. Ichki qismini juda ko'pchilik so'ragan. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, ushbu ko'rinishda bo'ladi. Har bir so'z o'zining lug'aviy tarjimasiga ega. Bundan tashqari ma'nolar tarjimasi ham mavjuddir. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mutlaqo bepul hisoblanadi, aynan uyingizgacha yetkazib beriladi. Oldindan to'lov mavjud emas. Buyurtma uchun pastdagi havola orqali raqamingizni qoldirishingiz mumkin. Sotuv bo'limimiz siz bilan bog'lanishadi yoki Telegram va Instagram orqali yozishingiz mumkin.